Bizning navbatdagi asarimiz Sadr Nayniyning Sudxo'rning o'limi asari. Bundan boshqa asarlarimiz Instagram sahifamizda mavjud. Podpiska bosib qo'yganlarni ham ko'rishingizni tavsiya etamiz. Sababiki imtihonga oz muddat qoldi. Sadr Nayniyning Sudxo'rning o'limi qissasi Buxoro amirligi davridagi ijtimoiy tengsizlik, jaholat, sudxo'rlikning balosini olib keluvchi realistik asardir. Asarda boylik orttirish yo'lda bo'lgan insoniylikni yo'qotgan kimsalarning keskin fojiasi talqin qilinadi. Ya'ni buni aytadigan bo'lsak, boylik ortdan quvish orqali insoniylik, muhabbat, sevgi shu narsalarning yo'q bo'lib ketishi va insonlarga yordam berish xususiyatining yo'qolib ketishini ko'rishimiz mumkin. Asarning markaziy qahramonlari Qori Ishkamba, ya'ni Qori Ismat deb ham nomlanadi. Bu asar qahramoni bu asarning eng birinchi, ya'ni bosh qahramoni. Asar shuni atrofida qurilgan. Haddan tashqari xasis, sudxo'r va ochko'z odam. U pul yig'ishni hayotning yagona maqsadi deb qo'yadi. Va shu orqali hattoki ovqat, kiyim va kundalik ehtiyojlardan ham o'zini qizg'onadi. Ya'ni shu pullarni qizg'ona boshlaydi. Butun umri hayotida, ya'ni butun umri davomida boylik orttirish paydo bo'ladi. Keyingisi, bu asarni hikoya qilib beruvchi obraz, ya'ni talaba. Qissani hikoya qiluvchi shaxs. U Qori Ishkamba, ya'ni Qori Ismat bilan tanishib, uning hayotini kuzatadi va shu orqali o'quvchi sudxo'rning asl qiyofasini bila boshlaydi. Rahmatli Qand degan obraz. Bu kambag'al bir tamburchi bo'ladi. Jamiyatning eng quyi qatlamining vakili. Sudxo'rlar zulmi ostida yashayotgan oddiy xalq timsoli. Savdogarlar va kosiblar. U Qori Ishkambaning foizli pullardan aziyat chekayotgan jamiyat vakili va foizli pullarning umumiy holatda qurbonlari desak ham bo'laveradi. Voqea qanday ketyapti? Buxoroda talaba bo'lgan hikoyachining Qori Ishkamba bilan tanishishi bilan boshlandi. Qori Ishkamba tashqi ko'rinishdan va fe'l-atvordan juda ham kulgili odam bo'lsa-da, lekin ichki obrazi juda ham jirkanch bo'lib tasvirlanadi. U doim tekin ovqat yeydi, qarzdagi qayda tekin narsa bo'lsa shuni oladi, pullarni qarzga beradi, qarzga berganda ham uni foizi bilan undirib oladi va odamlarni aldab, sudxo'rlik qilib boylik orttirishdan boshlanadi. Uning hayotda yagona maqsad, ya'ni biz aytib o'tganimizdek, pul yig'ish. Qori Ishkamba tekin ovqat izlaydi, boshqalarning hisobiga yashaydi, qarz berib odamlarni ezadi, har narsani pul bilan o'lchaydi. Ya'ni sizga asar berib turib, Qori Ishkamba haqida to'g'ri hukmni toping desa, shu xususiyatlar esingizdan chiqmasin va yozib oling. Boylik orttirgan sari uning ochko'zligi ham ortib boradi. Ya'ni boylik orttirilgan sari u pulga to'ymaslikni boshlaydi. Lekin boylik unga baxt keltirmaydi. U doim qo'rquv, xavotir va gumonda ichida yashovchi shaxsga aylanib qoladi. Asarning eng asosiy g'oyasi, ya'ni asarning g'oyasi qaysi qatorda berilgan degan savol tug'ilsa, shu savolga javob mana bu yerdan izlaysizlar. Muallif sudxo'rlikning jamiyat balosi sifatida ko'rsatadi va bir nechta hukmlarga olib keladi. Ochko'zlik insonning ma'naviy o'ldiradi. Boylik baxt keltirmaydi. Pulga qul bo'lgan odam insoniylikni yo'qotadi. Adolatsiz jamiyat odamni buzadi. Bu asarning umumiy xulosasi haqida aytadigan bo'lsak, Qori Ishkamba bu umumiy asarning dastlabki obrazi va bosh qahramoni va shuni orasida yig'ilgan syujetlar tahlil qilamiz. Qori Ishkamba boylik yig'di, ammo u baxt topmadi. U pul uchun yashadi va pul bilan birga o'ldi. Asar ochko'zlikning achchiq qismatini bayon etib berdi. Barchaga asar ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga yuborib qo'ying va report qilishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.